Ertalab vaqtli turish kerak degan qoida bor-a? Ertalab vaqtli tursa nima bo'ladi? Baraka bo'ladi-a? Suqrotni eshitganmisiz, Suqrotni? Suqrot ertalab hech vaqtli turmas ekanda. Onasi unga keyin dakki beraverar ekan. Bir kuni bir faylasuf oldiga olib boribdi, ustozini oldiga. Shu o'g'limga bir nasihat qilib qo'ying, bir misollarni keltirib, ertalab vaqtli turishning foydasini o'rgating desa, ustozi aytibdi. Ikki xil qush bor ekan, bittasi vaqtli turar ekanda, keyin dalalarda qurt qumursqalarni yeb, qorni to'yib, bolasini to'ydirar ekan. Ikkinchisi kech turar ekanda, o'sha qurt qumursqalarni yeya olmas ekan. Mana shu hikoyadan nimani chiqarding desa, nima dermish Suqrot? Ertalab vaqtli turgan qurt qumursqa qushga yem bo'larmish dermish. Dangasaga doim bahona topiladi. O'zi qushni misol qilyapti-yu, erta turmasligi uchun u qurt qumursqadan misol olyapti.